alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mazali yaxshimi? Kecha uchastka bo'yicha dayrakim to'lib ketibdi. Hozir sizlarga to'g'ri ma'lumotni beraman. Manzilni to'g'ri tushuntiraman. Yo, Chortoq mahalladan kelganda Sergelidan yo Qirariq mahallasiga kiraverish. Food City bu yoqqa yo Sergeliga chiqib ketadigan yo'l. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mazali yaxshimi? Bugun adam uchastkalar sotyapti. 6 sotiq. Kimga kerak bo'lsa, Layli mahallada. Iltimos, kerak emaslar, bekorchilar, telefon qilib bezda qilmanglar. Sizlarga hozir ozgina ko'rsataman. Uzundan uzun. Fasadini lekin bilmayman to'g'risi. Kimga kerak bo'lsa, shu nomerga telefon qilinglar. Gaplashib olasizlar. Nasıl chiroyli. Shunda orqadan 2 etaj qurib qursanglar, mana bu hovlisi ham bor, kattagina bo'ladi, zo'r bo'ladi. Bu mana ikkinchi ko'cha. Keyin bu yoqdan ozgina yursanglar kirasizlar. Hozir tepaga ozgina yursanglar, o'zi glавный. Mana suv oqib turadi, salqin. Mana glавный ko'cha. 156 yuradi, to'xtamang. Har 10 minutda 20 minut yuradi. Bu glавный ko'cha. Layli ko'cha, Layli mahalla deydi. Amir Temur ko'chasi, Obod mahalla. Shu burchakdan, uголокdan kirib ketasizlar. Yoni mana bitta ikkinchi ko'cha, yog'i uchinchi ko'cha. Bunaqa unchalik chiqadi. Atrofda magazinlar bor. U yoqda magazin bor yana. Novvoyxona, bankomati, hamma narsasi bor. Sharoit xullas zo'r.